Mavzuyimiz funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlari. Xo'p, funksiyani o'sish, kamayish oraliqlari birinchi dastlab ta'riflaymiz. Qanaqa bo'ladi? Demak, bizda qanaqadir bitta oraliq berilgan bo'lsa, masalan, x1 to'plam sifatida olingan. Agar ixtiyoriy ikkita nuqtasi uchun x1 to'plamning, endi masalan x1 va x2 kichik x1 x2 la oldik. Bu yerda x1 nuqtamiz x2 dan kichik bo'lsin. Ixtiyoriy shunaqa ikkita nuqta uchun funksiyalarning qiymati shu nuqtalarda katta qiymatiga, argumentning katta qiymatiga funksiyaning katta qiymati mos kelsa, u holda bu funksiya shu x1 oraliqda, demak, o'suvchi deyiladi. Agar qarama qarshisi bo'lib, funksiya argumentning katta qiymatida, mana x2 katta edi, funksiyaning kichik qiymati mos kelsa, ya'ni fx2 kichik bo'lib qolsa, u holda funksiya shu x1 to'plamda kamayuvchi deb ataladi. Va endi funksiyaning o'sish va kamayish intervallari yoki oraliqlari desak ham bo'ladi. Shu funksiyaning monotonlik intervallari yoki monotonlik oraliqlari deb ataladi. Endi o'sish va kamayishini aslida qanaqa xarakterlasa bo'ladi chizmada? Mana hozir men buni chizmada tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana bu chizmalarga e'tibor beramiz. Mana birinchi chizmada demak, endi oraliq sifatida belgilamadim men. Mana boshqacharoq qilib tushuntiradigan bo'lsak, grafik ustida chapdan o'ngga qarab yurganimizda qiymatlar jihatdan oshib boraversa, demak funksiya o'suvchi. Ko'rinib turibdi, mana chapdan o'ngga qarab yurganimizda qiymatlar oshib boryapti. Ya'ni funksiyaning argumentning katta qiymatida funksiyaning katta qiymatlari mos kelyapti. Xuddi shu holatda kamayuvchini ham shunaqa tasvirlash mumkin. Ya'ni yuqori chapdan o'ngga qarab yurganimizda grafik jihatdan pastga qarab siljiydigan bo'lsak, bu funksiya kamayuvchi. Ya'ni argumentning katta qiymatida funksiyaning kichik qiymati mos kelyapti. Ya'ni xlarimiz qancha oshgan sari ylarimiz shuncha kamayib kelyapti. Shuning uchun demak bu funksiyamiz kamayuvchi ekan. Xo'p, endi asosiy teorema quyidagicha ekan. Demak, fx funksiya ab intervalda differensiallanuvchi bo'lsin, ya'ni hosilaga ega bo'lsin. Agar ixtiyoriy a bdan olingan ixtiyoriy xlar uchun fx funksiyaning hosilasi 0 dan katta bo'lsa, shu funksiya mana shu intervalda o'suvchi ekan. Agar shu oraliqdagi ixtiyoriy xlar uchun ikkinchi f'(x) 0 dan kichik bo'lsa, bu funksiya ab intervalda kamayuvchi bo'lar ekan. Mana bunga misol bilan tushuntirib beraman. Xo'p, masalan, mana bu yerda misol berilgan. Fx barobar 8 plus 27x minus x ning kubi. Shu funksiyaning monotonlik intervallarini toping degan. Birinchi qiladigan ishimiz aniqlanish sohasiga e'tibor berib olamiz. Aniqlanish sohasi barcha haqiqiy sonlar to'plami. Keyin hosilasini olamiz. Hosila oladigan bo'lsak, 8 ning hosilasi 0, 27x niki 27 minus x ning kubiniki esa 3x ning kvadrat. Va bu yerda 3 ni umumiy ko'paytiruvchi tarzda qavsdan tashqariga chiqarib 9 minus x kvadratni olsak bo'ladi qavs ichida. Endi qachon 0 ga teng bo'ladi? Qavs oldidagi ifoda 0 dan katta, shundoq ham. Endi qavs ichidagi ifodaga e'tibor beramiz. 9 minus x kvadratga. Demak, shu yerda x ni moduli 0 dan 3 dan kichik bo'lsa, u holda mana bu 9 minus x kvadrat degan ifoda musbat bo'ladi va 3 ga ko'paytirsak bu ham musbat. Ya'ni bu moduli 3 dan kichik degani o'zi minus 3 va 3 oralig'ida degani. Demak, tushunishimiz kerakki, minus 3 va 3 oralig'ida, x ning minus 3 va 3 oralig'ida funksiya o'suvchi. Ikkinchidan, agar modul jihatdan 3 dan katta bo'lsa, bu degani x ni o'zi yoki minus 3 dan kichik yoki 3 dan katta bo'lsa, u holda funksiya hosilasi 0 dan kichik bo'ladi. Mana bu yerda to'g'rilab ketamiz, katta qilib yozib yuboribmiz. Mana 0 dan kichik bo'ladi va bu holatda funksiya kamayuvchi bo'lar ekan. Ya'ni biz yozishimiz mumkin.
funksiya -3 oralig'ida edi. O'suvchi mana yuqoriga strilga qo'yib qo'yaman. Ikkinchidan, minus cheksizlikdan -3gacha va birlashma 3dan plus cheksizlikgacha funksiya kamayuvchi, sababi hosilasi 0 dan kichik. Xo'p, mana shu holatda funksiyani o'sish va kamayishini topish mumkin. Va mana bu yerda talabalar mustaqil ishlashi uchun misollar berilgan. Talabalar o'zi mustaqil ishlab ko'rishlari mumkin.